Sizlar qalam o'yini o'ynab boqqanmi? Kashmo kirib qopti. Qarsam bugun yakshanba ekan, shunga bugun bak munda qo'rqinchlarni tanlamadim. Da ko'ngil ichish xarakterdagi sal qiziqarliroq mushtaq gaplarni yig'ib qo'ydim. Shularni so'zlab beray. Bo'ldi. Birinchisi Abay deganga o'xshash qalam o'yini to'g'risidagi hikoya. Bu qalam o'yini deganimiz Bishan deb qo'yamiz. Mush to'g'risida kinolar ishlangan. Mush qalam orqali ag'in bollarni chaqirib kelib, savollarni so'rab, javob bergizib, boshqa o'ynaydigan bir o'yin ekan-da bu. Buning ham dunyoning har xil yerlarida har xil nusxalari bor ekan. Bu birinchi hikoyani deb bergan to'rdishimiz, mush dunyoning bir yerdagi bir to'rdashga, boshqa bir davlatdagi. Hamda bularning o'sha nimasida tarqalgan nusxasi qanday kelsanglar, adaptaning bir tarafiga yes deb yozdik, yana bir tarafiga no deb yozdik. Anda o'tirsa qalamni qo'yib, Charlie deb bir odam bor ekan, ag'in bo'lgan u. Charlie deb ashdan so'rayotganda, u javob berdi, ashdan o'ynaydi. Shuning bilan mushlar to'liq o'tir maktabda o'qiyotgan vaqtida bir bulg'ariyalik bir qiz bor ekan, shu qiz o'ynayman deb turibdi-da mush o'yinni. Bo'ldi deb bu boshqa qizlar atrofiga o'lishibdi. Bu qiz o'tirib, adaptaga bir tarafga yes, bir tarafga no deb yozib, Charlie'ni chaqirdi-da. Charlie kelib bizlar o'ynamsa deb so'rabdi. So'rsa, qarab tursa, qalam hech kim chiqilmasimi endi. Do surilib, o'sha yes degan tarafga qarabdi-da. Bular ko'rib shunda hayron ko'rgandiki, hayron bo'lib, balkim qalam maymoq turib qilib o'zimizda to'g'ri kelib qolgan o'xshaydi o'sha nim qilgan vaqtda, surilgan vaqtda deb yana qilib boqqa deb shu qalam joyiga qo'yib yana so'rabdi. Charlie bizlar paranjamsa deb so'rsa, qalam ikkinchi qitim yana yes degan kelgandan keyin bu qarawatgan qizlarma to'rdash hammasi par qechibdi-da, qo'rqib bundan chiqibdi sinfdan. Ammo o qiz ashad o'tirib qopti-da. O bulg'ariyalik qiz ashad o'tirib qopti. Hamda bu o'yinning qoidasida, masalan, 10 odam boshlagan bo'lsa, tugigicha Charlie bo'lib ketadi deb bo'g'icha 10 odam ashad bo'lish kerak ekanda, bir odam ayrilsa, o'yin oxirlashmaydi ekan. Shu qiz o'yinni oxirlashtirolmabdi, ashad jig'izar bo'lib, bu qiz g'alati bo'lib qilib, chaqirib, uni maktabdan uyga qaytarib yutibdi. Shu uyga bir ketgancha bu qiz yo'qolib ketdi-da. Ham savodashlar ansirab bu qizlar berib boqsam yo'q, biroqlam yo'q. Shu 3-4 yillar o'tgandan keyin bir kuni to'rga chiqib qarasa, ashlarning veshinsi bir kun zayshan bo'lib qopti-da bu qiz. Bu qolgandan keyin motorda so'rabdi. Sen bek yo'qa ketding-ku, yaxshimsa, nima qilyapsan, nada sen deb so'rsa, men yaxshi, men ashchaqdilam o'zimning yurtiga Bulg'ariyaga qaytib kelgan deb shunday bu qizmi oxirini so'raydi, o'zi xijilibdi. U mu boshqaga qilibdi. Ishqi baki, ammo ishda shu bir o'yin o'ynab qo'ygan bilanla o'qishini o'qamay biroqlam yurtiga ketgan gapda. Endi 2, 3, 4 hikoyani Xotanning Gomi nahiyasidan 40 tashlar kirib qolgan bir akamiz so'zlab berdi. Bu akamizning 12-13 yosh vaqtlarga bular mahallada kechda bolalar chiqib o'ynayotganda, hamma shuqamdi. O'ynash jarayonida bular xil burungi vaqtlarga boshqa bularning qo'lida soat yo'q. Shu vaqtni unutib qolganda, qancha o'g'ini o'qimay o'ynaverdi-ku. Shu bir vaqtda shu uyga qaytirganda, uyga qaytib fuqid ekan necha o'g'indi. Shu bir kuni yoshda kashib ketdi, bolalar tarabdi. Bu akamiz bilan bir ag'insi o'zining bu ag'insining uyi 6-ko'cha 6-pay. O'zining uyi 2-paymi ashtaqqa. Pay dediki ularning bir rat bo'yicha bundaq birinchi rat, ikkinchi rat deb boshqa ko'chlarni ashta dediki. Shuning bilan boshqasi qaytib etib bir axlatlarni yig'ib qo'ydigan, yani ko'labda avrazda qilgan bir yabaka maydatga. Shu yerga qarasa, shu yerda bir o't ko'yayotganda, endi bular axlat ko'ydirgan o'tmi, ajab kechida qo'yibdi buni deb o'ylab, qarab boqayli deb beribdi-da yiniga. Shu bir 5 metrda qolganda bu dapaga akashimda qarasa, shu o't ko'yayotgan yerning atrofida 4 qo'l bor ekanda, xuddi 2 odam qo'llarini o'tda tanglab qaqlab o't sinayotgandek ashta. Ammo odam yo'q,
to'rt qo'l işte o'ng taraf ikkisi, so'l taraf ikkisi bitta qoqlab qo'l tug'anda, qoqlanib. Odash ani ko'doma debdi. Ağzım körtü uni endi u qo'llar. Shundami bir uruq, shundan bir uzun ashtaq bir qo'llarkan, bu ikkisi shu 5-6 metr qolgan uni ko'ribdi. Bir-birisiga qilganda ovoz chiqqandan keyin u qo'llarmi tutunga aylangandek bo'lib yo'qolib ketdi. Shuning bilan qacha ikkisi qechibdi. Bir-birisini uyga olib qo'yamiz deb qo'rqib, bu akash ağzını uyga olib qo'yibdi. Ağzını uyga kirib, inisini boshlab chiqib, ağzını bilan inis ikkisi bu akashni uyga olib qo'yib, ashtaq ketib. Ashtaq birishibdi. Uning keyindan bularning ma'nosida bir Tojixonda bir ayol bor ekan. Shu ayollar bilan paranglashib o'tirish jarayonida ag'in bolalarni gap chiqilib, voy mushinchi yoshga kiribdimi, işte cho'ngib hozirgacha bir haqiqatim ko'rib boqmabdimi, bormi yo'qmi deb ashtaq bir xil gap qo'yibdi. Shunda shu kun kech kiribdi, Tojixondagi ayol uyda uxlayotsa, osh past tarafda bir ayolning taz bir choch targ'an ovozi olibdi. Shop dahshat bir ching deydi. İşte anlangandan keyin bu ayol uyg'un ketdi, ovozini choch targ'an ovozini uyg'un ketdi. Uyg'unib pastga qarasa, ras bir ashtaq odatda tasvirlaydigan işte uzun choch, oq bir nim kiyib olgan, işte sat bir ayol choch tarab o'ltirgan. Shuning bilan u ayol bu Tojixonning uyg'onganini ko'rib, asta keynin qarab, shunda bir sat bom bir ovozda "Endi ko'rdingmi meni? Ko'rib oldingmi?" deb ashta so'rab, ananiki yo'qolib ketdi. Ashtaq bir ko'rinib ekanda shu Tojin Saxondagi ayolga. Endi uchinchisi g'alit ishga. Uchinchisiga men qiziqib qoldim, qanday qishliqiga. Yilqi Xonchu shundaymi? Xonyanchuning hikoyasi o'xshab qoldi ekan. Bir bola dadisi bu bolani tillaydi ekan, xapoplam uydan chiqdi ekan. Chiqayotgandan keyin dadisi beshida achchig'i kelib tillab qo'ygan bilan keyin ansirab bu bolani izlab chiqdi ekan. Shu nahiyada bo'layotgan ish ekan bu. İzlab nahiyaning u yeriga bordi ekan, bu yeriga bordi ekan, topolmay o'zi qaytib keladi deb uy qaytib keldi ekan. Shu izlash jarayonida qatnash bekatga berib, boshqa yerlarga ketib qolmasin deb, bag'moqchi bo'lgan mashinalarga chiqib qarab boqatgan. U yerdan bu topolmay yenib keldi ekan. Shu yenib kelib uyda o'ltasa oraliqda 4 soat vaqt o'tdi ekan. Bolasi qaytib keldi ekanda. Shu odam voy ne ekan oldiga chiqsa bu bolaning chiroy-miroy tatirib ketgan bir yang'zilida shu ansirab voy bolam nim bo'lding deb so'rasa, bu bola dada men kuchaga berib keldim debdi-da. Endi bu go'mun oyisi bilan u kuchaning oraliqi u davrlarda bir kecha bir kunduz mang'idek ashta jiroq ekanda, u 4 soat berib kelish mumkin emas ishga. Voy bolam nim deydigansa, kucha degan nada sen nada qanda berib kelsa 4 soatda desa. Dada men gapib beray sana. Men ash sening yoningdan xapib chiqdim. Chiqib shuning bilan voy bo'ldi, men boshqa bir shaharga ketib o'zim yolg'iz yashayman deb qatnash qilib bordim. Qarsam shu yerda kuchaga mang'digan bir avtobus bor ekan. Shu yerga chiqdim, avtobusga chiqdim. Chiqib o'ltasam avtobus bir odam yo'q. Ancha yenim qilib bir bal kelib o'ltadi. O'ltagandan keyin mashina qo'zg'aldi. Shu bir uyoq-buyoq qarab bo'lib 10 minutlik vaqt o'tdi, mangdiq. 10 minutdan keyin to'xtab kuchaga keldik dedi. Tushib qarsam rost kuchaga bekitib keldik. O kucha degan mushta yiqiyamida qoldim. U bol chiqib boqmagan ekanda bir yerlarga. Ayna o'zining akasi deb ekan. Voy kucha degan men ekan qo'lda qoldim. Yenimizdilkan qo'lda qoldim. Shuning bilan bu bola menga deb u yerda o'ynatdi dedi. Bu yerda o'ynatdi. Oshxonadan tomi qandoqki, Mos hayot rayoni mandaqki, bingan andaqki, ayandaqki, mayamandaqki deb kuchaning butun yerini dapirdi bola. Ma dadisi sodigar odamga to'g'ri kuchalar boradi ekan, biladi ekanda kuchani endi. Qarz bolasining dapirayotgan top to'g'ri. Endi bolasining dapirishicha bu bola shu kuchada 2 kunda qo'nibdi. Sayat rayonlarga beribdi. Bir bilan yegan bo'pti, işte 2 kun o'ynab, yilqi bola o'ynatib buni. Ekab qo'yibdi. Ekab ishni oldik. Az qolganda u bola "Bo'l, men ketdim" deb ketib qopti, uy kirmamsiz o'nmay. Shu bu bola o'zi yolg'iz kirib qolib qoldi. Dadam uy kirsam nimda, men 2 kun yo'qa ketdim deb ashtaq kirib etkanda, shu qo'qqandek bo'lib. Shuning bilan bu dadisi mayron qopti. "Voy bolam, bu sen chiqayotgan ham 4 soat bo'ldi, mumkin emas." O bola o'zi ishonmay qopti. Qolib qolmay raspadim dada, ishondim. Deganlarim to'g'ri deb dadisi aytdi.
Aştaq bir galiti iş, bir vaqt tonildin ötketgendek aştaq bir iş. Muş kommunayesti bo'lganki, mushni so'zlab beribdi-ku, men hamda galiti bilinib sizlarga so'zlab berdim. Hamda 5-hikoyani so'zlab bergan akamiz qizining do'yinsida so'zlab beribdi. Shu qizi biznikini anglaydi-ku. Dadisi shu anglab men deb beray debdi-ku. Bu akamizning hamda Shangyan chekkidek bu qolgan vaqtlarga bir kuni hovlisining kayniga o'tib Shangyan chekib jigdivaga shu bir tub jigdining ostida yetib Shangyan chekib olsa. Shu qora saydakli naskib maydasida o'tirib galini siqibdi-da. Qor besibdi shu. Nimishki qor besishni so'zlamayman deb so'zlab qoldingiz deb qolasizlar qachon. Bu qor besish odatiy qor besish emas ekan. Bu qor besish shu bir haftada birla takrorlangan bo'libdi-da. Bir haftada bir keldi-ku bu. Quloqlarim g'o'ng'illab ketdi. Bir go'rliq qildi, keldi. Bosidi, ketdi. Yani bir haftada bir keldi. Oxirsida Bogash uning bilan tang besishdigan ketdi. O gelini siqsa Bogash mı gelini siqadi-ku. Ikki sochda chirmishib ketar ekan-da. O'sha chirmishib yillar o'tibdi. Bir haftada bal dedi. Keyin shuni bilan bunda o'ylasa, shu g'o'ngqoqda o'rnidan turib olsa, kelamaydi ekan-da u. O'rtsa bosamaydi-ku. Shu keyin shuni bilan o'rnidan turib olgan bo'pti. Ba'zi ulguramay qolsa, yana ishda besishib ketar ekan. Ulguralsa to'xtab qoldi-ku. Ashta olib bir joyda Urumchiga bilim oshirishga bir maktabga beribdi. Shu bag'andan keyin yotoqda yotdi-ku. Yotoqda yetib 4 balmiki 6 balma ashta yotoqda yotgan vaqtda bir kun kechda yana ishda g'o'ng'liq boshlanibdi. Urumchiga tang beribdi besishdigan. Berib shuni g'o'ng'liqan bu balam yotoq karavot ikki qavatli karavot olib qo'pishmi qo'laysiz ulgurmayli qopdi. Yana ishda kelib o'tiryapti-da. O'tirib keldi yana siqibdi. Bu akashimiz siqibdi. Ikkisi ham pomdaqlashib beshada. Bo'lib ketgandan keyin bir chaqda qo'li yo'lib ketgandek bo'lib qopdi. Ang'ich umu bu sakrab derizdan sakrab chiqibdi. Shu bo'gash qo'li yo'l bo'lib qulog'imda qarsa bu derizdan udildi bir golofandek bir yo'q ekan, shu yana chirqiynaqka. Chiroq tushib turdi ekanda, va qo'lini ko'gil oldi ekan. Qo'limda qarsa qo'l qon. Voyel deb vaqirab ketdi. Ang'ich boshqa bolalar qo'p nima bo'lding debdi. Shu chiroqni yiqib qarsa bu agash chiliq qilib qon olib ketganda. Bu agash hamda o'zicha qo'li qarab men bir nimga o'zgar qolgan o'xshayman deb qo'rqib ketdi-da. Bolalarga kutdim bir nima o'zgar qolibdi men bo'lsa voy ya o'zgarmabsan ammo qonmi ketibsan debdi. Qarasimish mayda degan chiliq qon. Yostiqlarimning ma tarafidan kirib o tarafidan eqib chiqibdi qonlar dedi. Oshda bir qonmi ketdi. Sonra bolalar bu nerangdan chiqqan qon bu deb suvlarga kirib yupdi-da maydalarni. Yo'sa hech qanday bir jarohat ig'iz yo'q dedim. Da yara bo'lgan, yo yerilgan bir yo'q. Ammo oshda qon. So'ngla uyyadim, yotmadim. Ertasi u yotoqdagi bolalar hammasi birlashib bu yotoqda yotmaymiz deb iltimos qilib, o yotoqni skeletdek qivitib, shu bo'yicha haliqi besishadigan ag'in balmo yo'qopdi. Shu bir qon chiqqan bilan yo'qopdi. Keyin ondan keyin to'y qilib bir kuni ayoli Bogashni birga borma deb ketibdi-ku. Shu ketib kechdi yotsa, ayoli shuning bilan o'sha pastda tug'anda o'zi qarab tug'an. Da ko'zini ochib ko'r qopdi ayolni. Ko'r qilib, "Voy bu yerga qopdi, qaytib kelibdi" deb. Chiroqlarni o davrlarda jiplik chiroq bor-ku, yinig'imda akvag'il bo'ldi. Ipni uzun qilib jipni tasıl chiroq yondi. Shu ayolim kelibdi deb chiroqni yoqsa, chiroq yonmabdi-da. Yonmagandan keyin ayoli qarab shunda bir sat kulib, "Chiroqni almashtirib etdim" debdi. "Men chiroqni ko'ydirib etdim" deb, "Evetdim" debdi. Mashta bir gaqibdi. Bu agash uni anglab, ovoz ayolning ovozi emas ekanda. Shu qo'rqiblam. Eshikning ilg'irlari o'tgan, ilg'irlar bilan kar yo'q. Eshik o'zini etib, eshikni so'ndirib chiqib, vaqirab ketdi-da o'yildi. Shu bilan vaqirab ozroq o'zini o'ngishib elib, o'z xijilib qoldi-da, endi xo'sh qo'lim bilan nimda qolgan deb vaqirab yurdiqda qoldim deb, shu uyga kiramay teshida yurib, tong atqizib, boshqa bir bo'pdi-ku. Mushu hikoyani so'zlab turibdi. Birinchi hikoyadan boshqa hikoyalarni boshtima degan yoshqa cho'ng akalarimiz so'zlab berdi deb. Bular 5 dan jiqishlar o'tkazganki, bunda qishlarning bir xil
ham vahimalik, ham qiziqarli qilib so'zlab berayotganda, men unda qilib beramadim deb o'ylayman. Qarsam yakshanbaga shu sizlarni baq qo'q ketmisin, deb o'sha akalarimizningkini so'zlab bergandim. Bo'ldi hamsa, omon bo'linglar, davomli qo'llab inkas yozib qilishinglarni umid qilaman. Xayr xo'sh.